Bugun ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum yigit maktab o'quvchisining orqasidan yugurib kelib uni quchoqlab olgan aks etgan ota-onalarni xavotirga soluvchi video tarqaldi. Biz holat ro'y bergan manzilga yetib keldik. Voqea aynan mana shu yerda yuz bergan. Aniqlik kiritilishicha, holat 2025-yilning 10-mart kuni ro'y bergan. Videodagi o'quvchi 2013-yilda, o'smir esa 2006-yilda tug'ilgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi o'quvchi qiz hamda uning ortidan kelgan o'smir ham Yashnobod tumanidagi Do'stobod mahalla fuqarolar yig'inining aholisi bo'lgan. Biz ular haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun mahalla raisiga yuzlanamiz. Ketdik. Voqeadan o'sha sodir bo'lgan kunda xabar topib, inspektorga chiqqanmiz joyga. Bu voqeani bo'rtirib, ijtimoiy tarmoqlarda har xil vahimali gaplar tarqatildi. Videoda ko'rishingiz mumkinki, o'quvchi qiz aynan shu joyga yetgan vaqtida o'smir kelib, o'quvchini og'zini yopadi. O'quvchi qiz qarshilik ko'rsatib baqirganidan so'ng o'smir voqea joyidan ketib qoladi. Buni sodir qilgan shaxs o'zi ozgina ruhiy kasalligi bor, bolaligidan psixdispanserda hisobda turadi. O'sha joyda topib, chorasi ko'rib, hozir bahor fasli bo'lgani uchun ozgina qo'zg'alish davri ekan, vrachlar ko'rib, hozir davolashga yotqizilgan. Internetda tarqalgan video esa aynan mana shu kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Qizimizga hech qanaqa jarohat yetkazilmagan, hammasi joyida, unaqa vahma qiladigan narsa yo'q. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv jarayonida voyaga yetmagan shaxsga nisbatan zarar yetmaganligi aniqlangan. 2006-yilda tug'ilgan fuqaro shahar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga joylashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan Yashnobod tuman Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Hurmatli uka-singillarimiz, ko'chada kimdir sizga to'satdan tashlanib qolsa, ovozingiz boricha baqirib, atrofda kimni ko'rsangiz ularni yordamga chaqiring. Bu orqali siz tegishli organ xodimlari voqea joyiga yetib kelgunga qadar o'zingizni himoya qilgan bo'lasiz. Shuningdek, ruhiy nosog'lom farzandlar katta qilayotgan sabrli, matonatli ota-onalar bolalaringizni hech qachon nazoratsiz qoldirmang.